Assalom, top jamoati, yaxshimisizlar? Men yuqorida Shahrbanu apay bak yaxshi so'zlabdi. Meningmi bir ikki qiz gap qilgim keldi. Ha, men shu 24 odamning tizimligi chiqqandan boshlab bak afsuslandim, bak ko'nglim yerim bo'ldi. Bu biz 700 necha odam bor ekanmiz. Bizning maqsadimiz nima? Bizning hozir bu yerga kirgan maqsadimiz nima? Maqsadimiz biz bir xalq bo'lib tashkillanib, hukumatni bir yerga akilib, bir hukumat mush Uyg'ur millatining bir hukumati bor deb bir kuchli hukumatning ostiga yig'ilimiz deganni maqsad qilib kirdik deb o'ylayman. Men ashundoq kirdim. Boshqalarmi cho'qim ashundoq o'ylab kirdi bu yerga deb o'ylayman. Qarindoshlar, 700 necha odam bor ekanmiz. O'ylab boqinglar, ash kuni 24 odamning ismini chiqarib qo'yib o'ltirdik mana 2 kun, 3 kun bo'lay dedi. Bizning maqsadimiz nima? Biz yana shu burunqi 6-chi, 5-chi hukumatga o'xshash 20 odam, 30 odam bilan yana bir yangi hukumatni qurib chiqishmi yoki bizning maqsadimiz butun Uyg'ur xalqiga vakillik qila oladigan bir mustahkam bir cho'ng hukumatning birisining ostiga yig'ilishmi? Bu 24 odamning ismi bilan biz nima ish qilamiz? Buningdan keyin nega boramiz? Biz bunu jim turib olsak bo'lmaydi, hammamiz bir og'izdan gap qilaylik. Agar bu ishning oxiri chiqmasa, nima qilamiz? Bundaq to'p-to'p turib yig'ib etish kerak. Yig'ib etish kerak. 24 odam bilan hukumatdan birini qursak, bizning nima farqimiz? Baribir xoin jasos bo'lib qoldik, yana xoin jasos bo'lamiz, undan boshqasi bo'lmaymiz. Shunchalik afsuslandim o 24 odamning ismini ko'rib. Hammamizning maqsadi bir hukumat bo'lsa, Uyg'urlarningki butun bir surgun hukumatning hammasi bir bo'lsa degan umid kirgan ekan. Biz yana xatolikni, yana qaytadan xatolikni yana qayta sodir qilmaylik. Hukumatni yana qaytadan tug'dirdiganga yo'l ochib bermaylik qarindoshlar. Mushu burunqi hukumatdagilar Sharbanu apay bak yaxshi so'zlabdi. Burunqi hukumatdagilar nemishqa poch qilib bugungi kunga akeldinglar. Har biringlar o'zinglarga shu savolni ayrim qo'yib, azroq bo'lsa-mu millat uchun bir kuch qo'shadigan niyatinglar bo'lganda ekan sizlarninkimi? Mushu hukumatni bir yerga akildigan yerga tushinglar. Abro'y palaslardan iliqi 100 abro'yim tushib ketami? Men sizning oldin kelamdim, sizning gapingni men anglamdim deydigan yerni tashlab qo'yaylik qarindoshlar. Biz hozir xalqim uchun jinim pido, Xitoyni anda qiltma deyotganmiz, u cho'ng yerdan tushmay hozir. Bir-birimizga kang qo'rsoq bo'ladigan, bir-birimizni kechirib o'tadigan, kichikkin xatoligimiz, kichikkin nuqsonligimizlar xoin jasus qilib, uni Xitoyning adimi qilib, aqtaq, qartaq bo'lib, ayrim hukumat qurdigan, ayrim davlat qurdigan ishdan saqlanaylik, jinim qarindoshlar. Men bak afsuslandim. Bundan 4 yil burunmi men shu hukumatga kirman deb qizg'inlik bilan saklab tushib, Amerikalarga berib ko'rib, bu hukumatning oxiri chiqmay, afsuslanib yenib kelgan. Bu qitim ayol kishi olsam bo'ptimish, xalq bo'lib kirib, mush boshlay oladigan bir odam chiqsa, men shuning ostiga kiray, yetakchilik bo'lib mangay deb ashundoq o'ylab kirgan bu yerga. Kirsam, hozirgi ahvolimiz shu. Buniki sababi nima? Biz sababini tepib chiqishimiz kerak. Buniki sababi hozir birinchisi G'ulom Osmon apandi nima uchun Uyg'ur millatini bir yerga akildigan ulan ittifoqlashtirgan hukumatni bir qildigan yerga to'xtamaydi. Nima uchun hamma odamni xoin jasus qilasiz siz? Shunchalik jiq kitoblarni yozgan inson ekansiz, shunchalik bilimingiz bor ekan. Sizdan o'tinib qolay, G'ulom Osmon apandi, siz kitoblaringizni yozing, bo'ladi, biz sizning kitoblaringizni o'qaylik, biz sizni ustoz deb hurmatlaylik, beshimizga olaylik. Siz hukumatni xalqqa echib bering. Siz davlat berib, bu da saylam qilaman deb necha davlatlar yugurib yurdingiz, xalqning ahvolini ko'rgansiz, qanchalik odam chiqdi, keyningiz qanchalik odam mengyotidi qaragansiz. Siz ashajatlarni o'ylaganingız bor sizning o'zingizning cho'qim. Xalqqa musha o'ltagan 700 necha odam, 7000 necha odam bo'lsin. Siz shu surgun hukumatni bir surgun hukumat qilganga has qo'shing. Burun 4 qatim, 5 qatim shu prezident bo'lib o'tirib kapsiz, endi bo'lsin boshqalarga bering, Soliq apandiga bering, Soliq Xudoyorga bering. Ya boshqalarga bering. Soliq Xudoyor, sizmi nima uchun shu G'ulom Osmon apandining siziqidan boshqa yerga chiqa olmaysiz? Ajaba 2018-yili Soliqniki petitionni 10 ming kishilik petitionni to'shqizimiz deb kayningizni papaslab mangan, yugurab mangan xalq mush 700 odamning ichida yo'qmi? Hech kimni demaylik, mush Sharbanu apaydek
muş apaylar, O'rta Asiyada kecha demay uylar kirib 10 ming kishilik petitionlarni to'shqizib, voy sog'liq, mustaqilligimiz deb vazifa qilib, xizmat qilib mangan apaylar mush 700 odamning ichida yo'qmi? Ashlar xoin jasusmi? Siz azroq o'ylanib beqing, siz xalqingiz shunchalik sizni yaxshi so'ydi, hammasi yaxshi ko'rdi. Nima uchun siz xalqdan ayrilib, ayrim turishni yaxshi ko'rsiz? Amerikada qilayotgan sizning töhfalaringiz nihoyat zo'r. Biz uning ko'z yumolmaymiz. Davamlıq şunu qiling, davamlıq sizga shu o'rinni biz hammamiz sizning ostingizga kelaylik, hukumatni bir yerga akildigan, bir qildigan yerga akiling. Mush 700 odamning ichida nurg'un ziyolilarimiz bor ekan, bilimli akalarimiz bor ekan, hadilarimiz bor ekan. Ashlar bilan birlashing, ashlar bilan bu yo'lni qo'lni qo'l tutib bir sap bo'lib mangdiganga yo'l oching. Bu millatga ichinglar og'irsin, millatning yuragidan qon, ko'zidan yosh eqiyotgan mush kunda vatandagilar qiynalsa, chet eldagilar qiynalsa, bu qachongacha biz yana hukumatni quramiz deb hech nima qilolmay mushtaq nechaga bo'linib 30 odam 20 odam bilan hukumat qildik, uning xato, buning to'g'ri deb o'tiramiz. Vaqt bizga qarab o'tolmaydi. Azroq millatga ichimiz og'riydigan, millat deb so'qiyotgan yurkimiz bo'lgan ekan, har bir inson shuni o'ylanayli. Talib Atajan efendim sizmi shu hukumatlarni Amerikalarga qurib rasmiylashtiradigan shunday yaxshi natijalarni qo'lga keltiribsiz. Bu oson natija emas. Sizning shu natijalaringizni qaysi kuni o'zingizdan olgan bo'lsam balkim ishonmaydim. Men Kanadadagi birisining ovozi o'xshaydi, so'zlabdim. Amerikadagi tizimga oldigan hukumatlarning ichida Talib Atajanning hukumati rasmiy tizimga ilinibdi deb. U bir cho'ng zo'r bir nima ekan, biz uchun to'hfa. Çoxum bunun siz çoğ kuch chiqardingiz, xo'sh bo'ldi mushu to'hfalaringizdan. Sizmi burundan Sodiq apandining yeni tang qo'lma-qo'l put bo'lib issiqlarda Oqsaroyning oldilarida mustaqillik namoyishlarini boshlagan shundoq esil akalarimizning biritingiz. Bu nima sababdan Sodiq apandilar oranglarga bundaq jidal bo'lib ayrilib ikki saf bo'lib ikki hukumat bo'lib bo'linib ketdinglar. Mushu jihatdan o'ylanish kerak. Mush jihatdan agar yordam qilalig'dak bo'lsa, mush xalqimiz 700 necha xalqimiz mush Talibjon apandi bilan Sodiq apandining ikkisini orasini yaxshilab hukumatni bir qildigan yerga akalayli. O'zinglarmi bir palampa kayniga tushinglar, sen meni oldim kel, sen kimding degan yerdan qilinglar. Xoin jasus mencha sizlarning oranglarda yo'q. Men shunday o'ylayman, boshqalar qanday o'ylaydi? Agar Amerikadagi sizlarmish ikki hukumat bo'lib ketganlar, bir hukumat bo'lib qilinglar, sizlarni oranglar ostinglardagilar birdamda bir sap bo'lib keldi. Turkiyadagilar, mana O'rta Osiyodagi nurg'un qarindoshlarimiz bu qitim belni bog'lab chiqibdi. Ashlar sizlarni ostinglarga kelmamda. Biz har birimiz yaxshi o'ylanaylik. Bo'libmi ustiga chiqib olgan vazifa ilib mengayotganlar sizlar yaxshi o'ylaninglar xalq uchun. Men o'ylaganlarimni shunchalik so'zlay xalqim. Bu 700 nacha odam bilan to'planishni chiqib qo'yib, gap qilgan odam 4-5 lan tugsa, biz nima qilamiz bu yerda? Da'vo qilyapmiz, hukumat quryapmiz deb o'zimiz oldigandan boshqa ish emas. Yelim o xoin jasus degan qalpoqlarni kiydirib, ay nimandaq oson qalpoq, u hammadan xoin jasus. Voy xoin jasus bo'lsa nima qilamiz bu yerda? Biz da'vo qilamiz deb. Unda qilishmayli qayerdandoshlar, unda qilishmayli. Mush topdagi qog'ozlarni birdan chiqib to'shib bo'ldi ekanlar. 24 odamning tizimligini chiqib olib beribsizlar. Men bilan ko'rishdi. O 24 odamning ichiga qanday xijilolmay kirib oldingiz? Xoin jasusligingiz mana men deb turibdi-ku deb gap bo'ldi. Hey, ash qarindishim, siz 24 odamning tizimligini chiqib berishdan burun mushadagi gap so'zlarni anglayapsiz, hammamiz ichimizdan so'zlayapmiz. Hey, to'xta, nima uchun atraflar aplashmaydi? Men nima uchun ashlarni aplashtirgan? Men bir Uyg'urg'u, men bir Sharq Turkistonchigu, mushlarni aplashtirib bir hukumat qildigan yerga kuch qo'shaychi, men shuning uchun harakat qilaychi, bu yerda qog'oz to'shib ishpiyonlik qilgacha deganni o'ylang qarindishim. Alloh uchun beshimiz qarab turdi. Sizning 24 odamni chiqib bergan qog'ozingizlar bizlar xoin jasus bo'lib ketamiz, siz taqdirlanib ketayotgansizda. Siz yaxshi bo'lib sharaf nomiga erishamsiz. Qilayotgan ishingizdan nomus qiling. Mushadagi gap so'zlarning yaxshisini, foydalisini ko'tarib chiqib, siz bo'lsa aplashtiring. Hukumatni bir yerga qiling. Nurgul xonimni buni komissiyonlarni yaratmayotgansizlar, xoin jasus deb. Bo'ladi, ular qilmasin, sizlar qilinglar. Sizlar xoin jasus emas. Sizlar nima qilsizlar bu yerga ovozlarni 24 odamning ismlarini chiqib to'shiqchilik qilib? Sizlar qilinglar, sizlar bir yerga qilinglar, sizlar xoin jasus bo'lgandan keyin nomus qilinglar, beshinglar qarab turgan Allohdan qo'rqinglar.
Vatandagi millatdan qo'rqmaydigan bo'ldinglar, chet eldagi millatlardan qo'rqmaydigan bo'ldinglar. Uchirga odamga xoin jasuslik qalpoqlarni kiydiryapsizlar. Bo'pti, hech kimdan qo'rqmasanglar, Allohdan qo'rqinglar. 3 odam bo'lsa, men 4-chisi, 2 odam bo'lsa, men 3-chisi debdiki Alloh. O'zinglar yolg'iz qilyapmaysizlar, Alloh beshinglarni qarab turib qilyapsizlar shu qiliqlarni, ovozlarni, ismlarni, tizimliklarni yo'tkab opirib, nima gaplarni to'shyapsizlar? Shu sizlarning buzg'unchiliginglar orsiga solgan sug'oqchilik bo'lmamda amaliyotda. Sizlar agar millat, vatan deydigan ishinglar bo'lsa, ishki hukumatning odamlariga undaq eski gaplarni yoqmaydigan gap so'zlarni to'shimaysizlar. Yaxshilik bo'lsa ko'rsatib, ishki hukumatni bir qildiganga to'kib qo'yishinglar, xijil bo'linglar qilayotgan ishinglardan.